Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon. Azizlar, hozir Moskvadagi din sentriga yetib keldik. Shu ayollar ko'pchilik shu hujjatlar reyestrga tushib qolganlar. Xo'jayini shu urushda qatnashib, bola chaqalari narsa ololmagani, registratsiya ololmaganlari, pasport ololmaganlari, shunaqa единый sentrga yetib kelganmiz. Mana единый sentr. Registratsiyasiga rossiyskiy pasport beradi-da, ota-onasiga, farzandlariga. Shu masalada shu bo'yicha video qilyapti. Еще будете проверять, да? Ага. Хорошо. У нее телефон, да, на машине остался. Единый центр, да? Шуnaqa qilib kirasizlar. Bu yerda DNK topshiriladi. DNK orqali shu kimi bo'lsa nima qilinadi? Hujjatlari rasmiylashtiriladi. Shu orqali hech kimi farzandi bilan bo'lmasin, ota-onasi, aka-ukasi shu maytlar shu orqali topiladi. Azizlar, kimi qanaqa nimalari bo'lsa, tushunmaganlari bo'lsa, ko'pchilik har xil fikrlar bildirishyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, qachonki shuni bilinglarki, qachonki sudebniy proses bo'lsa, misol xizmat vaqtida birorta narsani noqonuniy yo bir narsani shu harbiy xizmatdagi bir narsani buzgan bo'lsangiz, keyin sudebniy proses bo'ladi, keyin advokatga advokatsiya qilishlari mumkin. Undan advokat olib, advokatlarga ishonib, pullarni berib qo'yib, necha foizini berib, unaqa bo'lmaydi. Shu kallalarni ishlatinglar. Men telefon raqam qoldiraman. Shu telefon raqamda Telegram bor. Telegramga bog'laninglar. Kimda kim, misol eri, dadasi, akasi kimdir shu urushga ketgan bo'lsa, Rossiyada urushga ketgan bo'lsa, misol bola chaqasi rossiyskiy pasport ololmayotgan bo'lishi mumkin, boshqa narsa reyestrga tushib qolganlar bo'lishi mumkin, reyestrga. Shu odamlar kim bolasi bezvesti propavshi bo'lib, nima bo'lgan bo'lsa, yo'l topolmayotganlar bo'lsa, Telegram nomerlarimni yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Hurmatli kuzatuvchilar. Hammaga yaxshi, to'g'ri yo'l ko'rsatyapmiz. Keyin bundan keyin yana bir narsa, shu ayrim ayollarimiz chiqibdi, gruppa ochib, palonchi advokat, pistonchi advokat qilib, advokat orqali advokatning ishi bo'lmasa ham shu advokatga ish olib berib, ish qilyapti. O'zimizni o'zbek ayollar. Bunaqa qilib aldamanglar. Haligi nima deydi, biz o'zbeklarda hali bittasini boshiga ish tushsa, shundan foydalanib oladigan maqsadda ular ish qilmanglar. Kallalarni ishlatinglar. Bu insofdan emas. единый sentrga kelsalaring, mana shu единый sentr hisoblanadi. Mana shu yerda kirib DNK topshiriladi. Mana bu yerda DNK topshiriladi. Shu sababli hurmatli kuzatuvchilar, yana qaytarib o'taman. Reyestrga tushganlar, shu farzandlariga pasport berish kerak,
boshqa berishga guvohnoma berish kerak. Sizlarni обеспечить qiladi hamma nimalaringni. Shunga qo'rqmasdan sizlarni yeb qo'ymaydi. Hamma hujjatlaringni qilib olinglar. Keyin shu bolalaringni urushdan olib chiqib beraman, uyga jo'natib beraman degan firibgarlarga uchib qolmanglar. Bu bo'lmagan narsa, u bo'lmaydi ham. Bo'pti, xo'p, voyinnichasidan chiqqanda olib ketdi deylik. Nimadan gospitaldan chiqsa olib ketdi deylik. Yo'lda agar ushlab olsa, bundan battar bo'ladi. Bundan battar bo'ladiki, narayog'i bo'ladi. U gapiraveradi, unaqa olib chiqib beraman, bunaqa olib chiqib beraman deganlar. U bo'lmagan narsa. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, hujjatlaringni qilib, kimga izvesheniya qog'ozlari kelgan bo'lsa, yozib men raqam qoldiraman. Bemalol nima qilsalaring mumkin. Murojaat qilishlaring mumkin. Azizlar, shu narsa bilan sizlar bilan tanishtirmoqchi edim. To'g'risi hozir bitta opamizni Allohga shukr o'g'illari soppa-sog' ekan. Endi bu sir bo'lib qoladi. Men sizlarga hamma yo'qda aytib o'rmayman. Chasga borib keldik. Bu narsani hali hamma yo'qda bu narsani aytish mumkin emas. Endi nozik odamlar bor, aytishdi. Haqiqatan ham o'g'illari soppa-sog' ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, opamizni betini, yuzini chiqarmaslikni nima qilib qoldik? So'rab qoldik. O'zlari yuzini chiqarmang, bu deganiga biz chiqarmadik. Yana bir narsani aytib o'taman, oxirgida shu Rossiyaga kelayotgan va qolaversa Rossiyada yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, ota-onalarini o'ylanglar. Bilmasdan katta summalarda, katta pullarni orzu qilmasdan chiroyli bo'lib yuringlar. Rossiyaga kelayotgan yoshlarimizga o'qib, til bilmasdan hamma joylarga qo'l qo'yib qo'ymanglar. Hushyor bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musofirda yuradigan aka-ukalarimizga sog'-salomatlik tilab qolamiz. Hammalarimizni mushkullarimizni Alloh oson qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov bo'ldi.